Assalomu alaykum, Olijanoblar kanalining qadrli obunachilari, bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga yangi qabullar yo'lga qo'yilgan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Biz sizlarga eng sifatli va eng ishonchli xizmatlarni tavsiya beramiz. Tanlov o'z qo'lingizda azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olsangiz, biz video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Qahramon aka, hozirgi kunda dekabr oyini qaysi sanalarga, eng yaqin sanalarga reyslarimizga qabullar davom etyapti? Shular haqida ma'lumotni videoni boshlasak. Xo'p. Dekabr oyini 13-14 kunlariga reyslarimiz qabul qilinyapti. Qolgan kunlarga ham telefon qilishaversin, ma'lumotlar beraveramiz. Farg'ona Jidda reysimiz bor 14-kuni, Namangan Jidda reysimiz bor 14-kunga. Toshkentdan esa 13-ga Toshkent Madina reysimiz bor. To'g'ridan to'g'ri parvozlar. Ya'ni hurmatli obunachilar, dekabr oyiga 13 va 14 sanalarga, ya'ni Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha yangi reyslar yo'lga qo'yilgan. Shularga o'sha qabullar davom etmoqda. Agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, Qahramon aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. O'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada esa 2 mahal, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimiz o'zbek akalarimiz tomonidan tayyorlangan ovqatlar bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, gostinitsa oraliqlarimiz, masofalarimiz Madinada 150-200 metr bo'ladi. Makkada esa 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Avtobuslarimizgacha bor, 24 soat mobaynida xizmat ko'rsatadi. Ya'ni avtobuslarimiz 24 soat mobaynida siz o'sha ziyoratchilarimizga xizmatda turadi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bilan birgalikda safaringiz juda ham chiroyli bo'ladi. Sababi rasmiy litsenziyaga ega, xavotirlarsiz. Xudo xolasa, Marg'ilonda o'sha stansiya vokzalining oldida joylashgan Farg'ona filiali, bemalol kelib ham to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham qisqacha ma'lumotlar berib o'tsak, ya'ni nima beriladi? Bizning firma tomonidan beriladigan narsalar bejik beriladi. Kamzil beriladi, so'mka beriladi. Keyin maxsus bizning firmamiz tomonidan samolyotda yostiqchalarini beriladi. Misol aeroportdan ham shuni 150-200 mingdan olishadi. Bizning firma tomonidan bepul tarzda beriladi, bitta to'lovning ichida. Ya'ni bepulga mana shu to'lov evaziga beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda sayohat va ziyorat, misol uchun Madinada va Makkada o'shalarni ham bir qator aytib o'tib ketsak, qayerlarga sayohat va ziyoratlar qilishadi? Xo'p, bizning liboslarimiz tomonidan sayohatlarga boriladi. Qizil dengizga, Arafat tog'iga, Qur'on bosmaxonasiga olib kelinadi, Uhud tog'lariga olib chiqiladi va qolgan liboslarimiz tomonidan sayohatlari bo'ladi. Ya'ni 14 kun mobaynida ziyorat va sayohatlarga olib chiqiladi. Bundan tashqari, hozir kelganimda aytdingiz, bir barakayiga 2 marta umra qilish imkoni bo'ladi. Bundan tashqari Toyif shahriga ham sayohatimiz yo'lga qo'yilgan. Ya'ni Toyif shahriga borgandan keyin, hurmatli obunachilar, qaytishlaringda yana 2 marta umra qilish imkoniyati bo'ladi. Albatta, qo'ng'iroq qilinglar, aloqaga chiqinglar va joylarini bron qilinglar. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda chegirmali narximiz necha pul? Xo'p, hozirgi kunda Olijanoblar ko'rib telefon qilyapmiz desa, $925 qilib beramiz. $925. Agarda vizalari bo'ladigan bo'lsa, $825 bo'ladi. Hurmatli obunachilar, $825. Bunaqasi hali bo'lmagan. Ya'ni vizangiz bo'lsa, $825 dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Air samolyotlarida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni o'zlariga yaqin joydan bankka kirib to'lov qilishlari mumkin. Telegram orqali yozishsa, shot raqamlarimizni beramiz. Ular xolasa ofisga yaqinroq joy bo'lsa, rasmiy kassalarimizga kelib to'lov qilishlari mumkin. Xudo xolasa balki kelib to'lov qilsa, xolasa bank orqali ham to'lovlarni amalga oshirish mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boringlar, Olijanoblar kanalidan aslo yiroqlashmang. Biz sizga eng ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidaysni tavsiya beramiz do'stlar. Biz sizlarga
to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizdan ehtiyot qiling. Qahramon aka, rahmat sizga. Rahmat.